odam kelsa hamma po'shga tushib qoladi. O'sha vaziyatda ko'pchilik dim tashlaydi yoki chekka beklardan chiqib olish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Unaqa vaziyatlar mingtadan bittasiga o'xshab qolishi mumkin. Bolalar, to'g'ri 3 versiyada qalqon rejimi qo'shilgan. Meditsina burchagiga borib qalqon rejimini qo'shib olamiz. Nima uchun qalqon? Chunki tepaga chiqquncha na chapdan, na orqadan ham, na to'g'ridan otgan taqdirda ham sizda o'q o'tmaydi. Mana videolarni faqat Pilis tomon emas, Minus tomoni ham aytaman. Qalqon rejimi qo'shganlaringizdan so'ng birdaniga bir zaxotda birda sakraganda chiqib olinglar. Nima uchun? Потому что tepada turgan odam sразу qalqon ichiga kirib sizda ot tashlashi mumkin. O'shaning uchun opasniy bo'lgan holda qalqon rejimi paydo qilgan holda birdaniga meditsina tomonidan chiqib olishimiz kerak bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga komment, like bosib, aktiv bomba qilamiz. Abdusattor IQ narxi bilan